Assalomu alaykum qadrdonlar. Bizga Farg'ona viloyati Rishton tumanidan nechinchi yilsiz? 1982. 82-yil ekanlar. Xo'p, xullas MRTlarini ko'rdim. Bular operatsiya qildirgan ekanlar. 10 mm necha millimetrda qilgizgan edingiz? 12 oltini qilgizgan ekanlar. Hozir yana xullas 6 1 xullas yana 4 ta 6 dan grisha chiqib qolgan. Xo'p, qancha bo'ldi qilgizganingizga? 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Mana shu hassada yurganingizga hozir qancha bo'lib qoldi yana shu ahvolga? 2 oydan beri shu ahvoldasiz. Hamma ishni qilib ko'rdingiz a? Doktorlar sekin yotmadim. Yurinchi hassasiz yurolmaysiz. Juda qiyin a. O'zi bilinib turibdi. Mayli, harakat qilmay qo'yavering. Mayli, hozir manual terapiya, yumexoterapiya, udarniy volnoviy terapiya apparatura beramiz. Faqat Allohdan. Qani ko'ramiz. Qadrdonlar, odatda mana shunaqa operatsiya qilib, yana 5 oy, 1 yil, 2 yildan keyin kelishadi. Shuning uchun iloji bo'lmasa qachon oyoq uvushi muzlab, umuman falash holga kelib, absolutni yura olmagan taqdirda keyin qilgizinglar. Chiring. Ey Alloh, o'zingga shukr. Tayyormisiz? Operatsiyaga? Ukini tayyormisiz operatsiyaga desam, yo'q, hozir operatsiya qilasizmi ha dedim. Tayyor turing dedim, narkoz qilamiz desam. Di xotiniga bu tomonga qarab, qilaversinlarmi dedi. Jim turing gapirmang dedim. Ko'rmagan ekandim buni apparatim videoda. Keyin turib, shundan bo'ladimi operatsiya deydi. Bu operatsiya emas, udarniy volnoviy terapiya dedim. Hozir bekarga video olyapmanmi? Bugun to'y. Men o'tirib Hammasi Xudoning qo'lida, Allohning qo'lida. Hech kim bir narsa deya olmaydi. Hozir balki yurib ketasiz, hassasiz, balki yura olmaysiz. Tushunyapsizmi? O'sha umurtqalarni yumshatib chiqyapmiz. Har bitta bug'uningizni umurtqa pog'onani shu S1 dan boshlab mana L2 gacha urib chiqdik. Hammasi qo'yib yubordi. Qo'yib yuborsa, yumshasa, o'sha spazm, og'riq qo'yib yuboradi. Tushundingizmi? Manimcha yengilladingiz-a, jinday. Alloh, bismillahirrohmanirrohim. Qarang menga. Nima deyapti? bor sal. Ha. Lekin 50-60% yaxshi. Yuring. Yuringchi. Yengil-a? Ha, bunaqa hozir ikkita hassada yurardingiz. Oldiga videoga boshini ham hassangiz bilan qo'yib yuborib ham
Yurolmasdingiz. Qo'yib yuborib, Ketib qolardingiz. Yana yuravering. Bo'sh yuravering. Xotirjam. 2 oy oldingidaqa yuravering. Ha? Demak, plyus bor. O'zi bilindi. Rezultat bor. Yengilmancha. Sekin o'tirib turalasizmi? Ushab. Bismillah. Ushab. Ey, mashalloh. Bu ham bitta katta ish, o'tirib turishami? tuyani o'tirib turardim. Ha. Hech nima ko'tarmaydi, tushundingizmi? Faqat ehtiyot qilib turing. Bir oycha gaplashib turamiz, nazoratda yurasiz. Xo'p.